Salom obunachilarim. Man My Gaming qaytdim. Bugun biz DS 26 ni o'tamiz. Bo'lmasa videoni boshladim. Bugun biz DS 26 haqida o'ynab ko'ramiz. Va bo'lmasa o'yinni boshladim. Zo'ra chiqdimi? Mana qaytdim. Bugun sizlarga DS 26 haqida tushuntirib chiqaman. Va bo'lmasa videoni boshladim. Mana birinchi bo'lib tarkiblarga kelgan futbolchilar ko'ramiz. Vo Bervina kelibdi va Sezie kelibdi. Shuni to'g'ri o'qidim. Sezi Clones kelibdi. Ko'rib turibsizlar, ana hozir futbolchilar kelibdi, shunaqa futbolchilar. Mana ko'rib turibsizlar, DS 26 da shunaqa videolar bor ekan. Va o'zgarishlar xuddi DS 25 o'zidek. Wow, zo'r, xuddi zo'r. Mana wow! Mening voy bilan qaranglar. Xuddi o'zi, Open qaranglar, xuddi o'zi. Ya xuddi o'zi degan. Nima bo'ladi? Xo'p. Kelmabdi. Oh. 81 Kamavin 85 Yaxshi, zo'r ekan bular. Wow, ancha ana ancha zo'rlashib qopti. Bo'lmasa o'yinni boshladik. To'xtatinglar. Obunachilarim, bunga urinib ko'rdim, baribir kirib bo'lmadi. Bo'lmasa oddiy o'ynab turaveraychi. Mana bizning raqibimiz Betsiya degan jamoa ekan. Oho, ko'klari. Meni qaranglar, tarkibimni bularga qaranglar. Kimniki zo'r deb o'ylaysizlar? Albatta menikida. Bo'lmasa o'yinni boshladik. Nothing to play for in this exhibition game. Ana Real Madrid Betis o'yini. Well, let's see how the home team have been announced.